Maktabimiz azaldan ham mashhur ilg'or. Sport zallar, kompyuterlar bugun bisyor. Har ishonchni oqlar ustoz, rahbar, sardor, direktorimiz Gulmurza akaga bering bir salom. Farzandlarga ochiq maktab quchog'i, nur taratar sinfga kirgan chog'i. Ochiq dars tahlillar, a'lo sabog'i. Ustozimiz Qurbonay Dushanbayevaga egilib bergin bir salom. Bilmidan elda hurmat topdi bisyor. Algoritm zamonada dono dastyor. Ustozlarga maslahatgo'y, odil sardor. Ustozlarimiz Og'abek aka Umida ustozlarga egilib bergin salom. Tarbiya yo'lida to'kib ter. Koridor sinfga nazar solar. O'qimasang o'qima, tartibli bo'l der. Ustozimiz Hayrat akaga bergin bir salom. Shogirdlari atrofida jamlanar ko'p. Jon kuydirib yuguradi, ishlari ko'p. Sinfdagidan koridorda yurgani ko'p. Muzaffar akaga egilib bergin salom. Goh lotin, goh kirillni tuzamiz. Odob deymiz, tartibni ham buzamiz. Rus tili o'tmasak rasm chizamiz. Ustozimiz To'rabayeva Nazokat opaga egilib bergin bir salom. Har bir so'zi ilm odobga olar ekan, toza qalbi yuz ko'zidan zohir ekan. Tashkilotchi tadbirlarga mohir ekan. Ustozlarimiz Mohira Erjonova, Muqaddas opalarga egilib bergin salom. Har bir so'zi ilm odob. Bahor kelmadimi bulbuli qayda? Bulbulga ne hojat u kelgan joyda? 6 kun Mang'itda, 1 kun Xitoyda. Rajabboy Yusupovga egilib bergin salom. Yoshlar yetakchisi bu katta unvon. Kelajak shularga yo'llari ravon. Saribon o'g'il bo'lsa adashmas karvon. Shahnoza Nilbar opalarga egilib bergin salom. Yoshlarda sof, kuchli bo'lsin ruhiyat, talab qilar shuni bizdan jamiyat. Ezgu so'z, ezgu ish, ko'ngilda niyat. Husan aka Rasul ustozlarga egilib bergin salom. Shogirdlarni maftun qilar darslari. O'z kasbining mohirlari, hasirlari. Ular buyuk olimlarning vorislari. Aynura ustozlarga egilib bergin salom. Aqibatu mehr inson parvarlikda. Xo'shbe'likga, pazandalik, chevarlikda o'rnak bo'lar doimo hayo kaltarlikda. Nazokat ustozlarimizga bergin egilib salom. Olamdagi elementlar bo'lsa jam, atom og'irligi, valentligi ham. Mendeleyev jadvali ming yodlasak ham, ustozimiz Dilnoza opaga egilib bergin salom. Ilm yo'lida mashaqqatli olisgina, ingliz tilini o'rgatsalar xolisgina, baho bermaychin adolat boisgina, ingliz tili ustozlarimiz Umida Shahlo opalarga egilib bergin salom. Maktabimiz faxri ko'rki ustozlardir. Har bir ishda ular yo'lboshchimizdir. Ular bilan chiroylidir maktabimiz. Qolgan o'qituvchilarga egilib bergin salom. Maktabimiz faxri ko'rki go'zal qizlarimiz. Bu yerda bordir mard, jasur o'g'lonlarimiz. Ular bilan bezalar har doim maktabimiz. Maktabimiz o'g'il qizlariga egilib bergin salom.